Ahmoqlik va dötlikning ifodalari va alomatlari. Har qanday millat ichidagi alohida aqlliq va alohida döt insonlarning soni nisbatan oz bo'lib, ko'pincha insonlar garchi normal hisoblansa-mu, ammo ularning aql farosatida belgilik farqlar bor. Ba'zi insonlar nisbatan aqlliq, ba'zi insonlar nisbatan döt. Ba'zi insonlarning o'rganish natijasi yuqori bo'lsa, hissiy aqli tuvan. Yana ba'zi insonlarning o'rganish natijasi tuvan bo'lgan bilan hissiy aqli yuqori. Bir insonni aqlliq deganda yolg'iz u insonning o'rganish natijasi ko'zda tutilib qolmasdan, balki boshqalarning his tuyg'usini tushunish, o'zining hissiyotini kontrol qilish va atrofidagilar bilan munosabat qilish qatorliq ko'p taraflamalik aql farosati ko'zda tutiladigan bo'lib, bir odamning aqlliq yoki döt ekanligiga taq bir tarafdan baho bergili bo'lmaydi. Ondan başqa kishilar o'zlarini aqlliq ko'rsatishga tirishadigan bo'lg'achqa, shundaqla hech kim, bo'libmi döt kishilar o'zlarining dötligini osonlikcha e'tirof qilmaydigan va o'zlarini aqlliq hisoblaydigan bo'lg'achqa, ba'zida ularni farq etish uncha oson emas. Undaqda biz bir odamning döt, ahmoq yoki aqlsiz ekanligini qanday farq etamiz? Döt va ahmoq odamlarning tuvandagidek ifodalari va alomatlar bo'ladi. Birinchi, ularning aqliy kamtarligi kam bo'ladi. Davomli o'zini bilarman yoki hammani biladigan qilib ko'rsatadi. Ular koinotning cho'ngligini va dunyodagi bilimlarning ko'pligini va o'zining ularni bilmaydiganligini farq etolmaydi. Ikkinchi, doim o'zini to'g'ri ko'rsatishga yoki o'zining to'g'riligini isbotlashga alohida kuchaydi. O'g'ri gumonxo'r keladi degandek, döt insonlarning o'ziga bo'lgan ishonchi tuvan bo'lg'achqa, ular doim boshqalarning oldida o'zini to'g'ri ko'rsatishga urinadi yoki o'zining to'g'riligini isbotlashga alohida kuchaydi. Uchinchi, so'zida izchillik kam bo'ladi. Oldi-keyni so'zlagan so'zlari ziddiyatli bo'ladi. O'zi boshda so'zlagan so'zini ixtiyorsiz holda inkor qiladi. Ular o'zlarining dötligini farq etolmagachga, ba'zida o'zining nima da'vatqanligini bilmaydi. To'rtinchi, o'tkazgan xatoliqidan tajriba savoq yakunlamaydi. O'xshash xatolikni qayta o'tkazdi. Bu xatoliklarning sababini asla o'zidan izlamaydi. Sabablikni davomli boshqalardan izlaydi. Beshinchi, hissiyotiga tayanib aldirab hukm chiqaradi va doim boshqalarga baho beradi. Davomli boshqalarni ayiblaydi. Boshqalar ustidan ko'p shikoyat qiladi. 6. Doim jazmlashtirib keskin so'zlaydi. Ehtimolni qoldirmaydi. Boshqalarni ko'ngil qo'yib anglamaydi. Xatoligini oson qabul qilmaydi. 7. So'zlarda ilmiylik kam bo'lib, pokit va isbotga hurmat qilmaydi. Davomli boshqalarni isbotsiz inkor qiladi. 8. Maqtashga arzimaydigan yoki ahamiyatsiz ishlarni o'rinsiz maqtaydi. Odatdagi xabarlarni cho'ng voqelik qatorida bayon qiladi. Kuch yoki huquq egalariga qarovlarcha cho'qinadi. 9. Qo'llangan so'zliklar cheklik bo'lib, ba'zi so'zlarni takror va hamma yerda qo'llanadi. Boshqalar bilan suhbatlashganda so'zlarning mazmuni pek cheklik yoki ma'nisiz bo'ladi. 10. İctimai taratqularda o'zlarining rasmlarini ko'p tarqatadi yoki ahamiyatsiz, tetiqsiz mazmunlarni ko'p o'rtoqlashadi. 11. Atrofidagilar bilan yaxshi ijtimoiy munosabat o'rnatishi qiyin bo'lib, ijtimoiy taratqulardagi do'stlarni ko'paytirish orqali hayotidagi bo'shliqni to'liqlashga tirishadi. 12. Haq-nohaq, adolat va hissdoshlik tuyg'usi ojiz yoki kam bo'ladi. Masalaga boshqalarning nuqtasidan qarash yoki o'ylashni bilmaydi. 13. Doim o'ylanmay so'zlaydi yoki ko'z qarash, qiyos va ehtimollikni paket qatorida so'zlaydi. Degan so'zga mas'ul bo'lmaydi. Nima desam, boshqalar shuningga ishonadi deb qaraydi. 14. Ularning kallasi oddiy bo'lib, boshqalarning chiroyli so'zlaridan oson ta'sirlanadi. Kayfiyati turoqsiz bo'lib, oson hayajonlanadi. Oson qayg'uradi, oson ranjiydi va oson achchiqlanadi. 15. Ular cho'nqur tafakkur qilolmag'achqa rost yolg'onni oson farq etolmaydi. Boshqalarning shikar yaratilgan so'zlarga oson ishonib, takror aldinadi.
16. Ularning psixikalik monopol qilishga bo'lgan tushunish, tonish qobiliyati tuvan bo'lg'achqa va uni oson farq etolmagachga doim boshqalarning monopol qilish obyektiga aylanib qoladi. 17. Ular so'zlaydigan ish muhim bo'lganligi uchun emas, balki so'zlaydigan ig'izi bo'lganligi uchun yoki so'zlab boshqalarning diqqatini qo'zg'ag'isi kelganligi uchun ko'p so'zlaydi. 18. Hammani bildigandek his qilganlik uchun yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishi tuvan bo'ladi yoki uningga qiziqmaydi. 19. Doim o'zini maqtaydi, o'zini cho'ng ko'rsatishga tirishadi. Ammo boshqalarning uni farq etganligini sezmaydi. Boshqalarni o'zi bilganini bilmaydi deb qaraydi. 20. İcatçılığı və təsəvvürünün kəmligi tüpəylidən davamlıq başqalarını doğraydı yoki boshqalarning qilg'inini aynan ko'chiradi.